bilan o'yin, Shimoliy Koreya bilan o'yin bizni ozgina qo'rqitib turgandi. Sababi bizgacha ular hamma raqibini yirik hisobda yutib kelyapti. Armiya, ular soldatlar hammasi ko'rib o'yinlarini ko'rib chiqib o'ylanib turgandik. Keyin hali ham aytdim buni podkastda, ularni faqat ruhiy holatdan izdan chiqarish mumkin-da endi. Qanaqadir ularni o'sha ruhiy holatdan izdan chiqarish uchun nimadir topishimiz kerak edi. O'yin bo'yicha qiynalardik. Keyin bizda Abbakir bor, Qitmir bola. Shuni chaqirib, Bakirni shundan sendan qizil oldirish kerak dedim. Shu g'ashiga tegishing kerak dedim, ulardan qizil olish kerak dedim. Undan oldin bolalardan so'radim. Bolalardan shunaqa narsa qilish kerak, buni kim qiladi yaxshi? Sen hammasi Bakirni ko'rsatdi. Bolalar ham bilishadi. U o'zi shunaqa komandani anaqasi. Keyin nima qilasan? Lekin var bo'ladi, o'zing ham qizil olmaysan. Xavotir olmanglar bo'ldi dedi. Keyin lekin qara, qizil olma, o'zing ham qizil olib qo'yma, chunki borib chim deyman desang ko'rib qolsa qizil beradi. Nimadir qilgan, shu u qizil olsin yoki sariq olsin. Biz provokatsiya qilish kerak. Keyin bo'pti dedi, bir payt o'yin ketyapti. Bittasi Bakir bittasini oldida turibdi, bitta buni oldida turibdi. O'zidan o'zi sudya ringiga Shimoliy Koreya o'yinchisiga sariq berdi. Bu hech narsa qilgani yo'q edi. Keyin Bakir hech narsa qilmadi, qarab tursin. Keyin bir pas turib o'sha sariq olgan, ikkinchi sariqni olib qizil olib chiqib ketyapti maydondan. O'yindan keyin nima qilding aka desam, bu yerda yaxshi chisnoylardan yeb oldiga borib kekirdim deydi. U kekirgandan keyin uni urib yuborgan, itarib yuborgan, sariq olgan. Shunaqa harakat qildik, shunaqa qilib o'yinni o'ldirishga. Boshqa ularga qarshi imkoniyatimiz yo'q edi.